Assalomu alaykum aziz hamshahrilar. Shahrimiz maktabining bitiruvchi o'quvchilari, o'qituvchilar, ota-onalar hamda shahrimizning aziz mehmonlari. Qo'qon shahar hokimligi, Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi shahar kengashi, shahar xalq ta'limi bo'limi va Muloqot televideniyesi tomonidan tashkil etilgan bitiruvchi 99 bayram tadbirini ochiq deb e'lon qilishga ruxsat bergaysiz. Hurmatli hamshaharlar, men hozir mamnuniyat bilan tabrik uchun so'zni shahar hokimi, O'zbekiston Oliy Majlisining deputati Hojiqul Mavlonqulov janoblariga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, do'stlar, birodarlar, o'g'il-qizlarimiz. Здравствуйте, дорогие выпускники и выпускницы. Bugun shodiyona kun. Shahrimizda katta tantana. Chunki safimizga yana 1400 ta azamat yigit-qizlarimiz qo'shilmoqda. Hur O'zbekistonimizni, mustaqil O'zbekistonimizni, yosh davlatimizni barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan alqomat yigitlar va go'zal, dilrabo, ibolik qizlarimizni ko'rib turibmiz. Sizlar katta hayot bo'sag'asida, hayot degan sirli, shu bilan birga hayajonli, bahoriy va kuzi mavjud bo'lgan bir bo'stonga qadam qo'ymoqdasizlar. Bu bo'stonda odil bo'lib xiyonatga yurmagan, halol rizq uchun ranj va mehnat qilgan, to'g'ri bo'lib qasamxo'rlik qilmagan, vijdon, qalb oynasini doimo pok tutgan, zanglatmagan inson xor bo'lmaydi. Hayotda ajdodlar ruhini shod etib, ota-onaning izidan borib, vatanga sadoqatda bo'lgan inson hech qachon adashmaydi. Bir vatanimiz o'zini 8 yillik to'yini yaqinda nishonlaydi.
bu ulug' vatanimizni 8 yildagi amalga oshirilgan qahramonona yuksalishiga nazar tashlasak, mahobatli imoratlar, zavod fabrikalar, bozorlar, masjidlar, favvoralarni ko'ramiz va quvonamiz. Lekin hushyor bo'lishimizga chaqiradigan, doimo vatan deya yashashimiz kerakligini tasdiqlovchi voqealar siz bizni bu sajdagohimiz vatanni qanchalik e'zozlash kerakligini ko'rsatdi. Sizlarga ma'lum, yurtboshimiz Islomxon Karimov bu kishining qalamlariga mansub ko'p buyuk kelajakka qaratilgan farmonlari, asarlari, bular qatorida shaxsan o'zlarining tashabbusi, mehnatlari evaziga dunyoga kelgan O'zbekistonimizni kadrlar tayyorlashdagi milliy dasturi haqida aytmoqchiman. Shahrimizda sizlar uchun 3 ta kollej bu yil o'quvchilarni qabul qiladi. Yanagi yili yangi kollej, 2001-yilda yangi litsey va 2005-yilga borib 17 taga yetadi. Bu kollej litseylarning a'lo tomoni, kollejni bitirgan o'quvchi 2 ta mutaxassislik oladi. Bu bir. Demak, o'zini o'zi bemalol baqa oladi. Ikkinchidan, xohlasa o'qishni davom ettiradi. Ta'lim uzluksiz bo'ldi. Qancha yoshlar dasturga asosan chet ellarda mana ilm olib qaytib kelishyapti. Prezidentimiz yoshlarga qarata farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, dono, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari shart degan so'zlarni o'zlarini iboralari bilan aytganda kerak bo'lsa hamma joyga yozib qo'yinglar deganlar. Qo'qonda latif olimi fuzalolar, shoirlar shahri. Xalqimiz siz yoshlarga umid ko'zlari bilan qarab turibdi. Sizlar o'qib, o'sib, qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar vatanning asl farzandi bo'lasiz deb umid qilaman. Yana bir bor barchangizni maktabni tugatib, katta hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Omad va baxt sizga hamisha yor bo'lsin, aziz farzandlar. Aziz hamshaharlar, hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari va mehmonlari. Ma'lumingizki, ushbu tadbir umumshahar miqyosida shahrimizda birinchi marta o'tkazilmoqda va uning tashabbuskori yangi tashkil topgan o'z yurtini sevuvchi, elim deb, yurtim deb yonib yashovchi, o'z yurtining fidokor insonlari bilan saflari kundan kunga kengayib borayotgan Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi shahar tashkilotidir. Hozir men tabrik uchun so'zni Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi viloyat kengashining raisi Baxtiyorjon To'raqulov janoblariga beraman. Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar, kelajakimiz vakillari. Aslida olim va fozillar yurti bo'lgan Qo'qon shahrida bugun yana 1400 ta shunaqangi o'z yurtini sevuvchi, vataniga, xalqiga, millatiga sadoqatli bo'lgan yoshlarimiz jamiyatimiz orasiga kirib bormoqda. Bugungi yoshlar qanaqangi bo'lish kerak? Qanaqangi vazifalarni egallash kerak? Qanaqangi hunarlarni egallash kerak? Mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun, qolaversa jamiyatimiz uchun qanaqangi yetuk insonlar bo'lib yetishlari to'g'risida bugun o'ylash kerak. Bizi Fidokorlar Milliy demokratik partiyamiz yaqinda tashkil topgan bo'lishiga qaramasdan, mana shu Qo'qon shahrida bugun sizlar bilan bo'layotgan mana shu anjumanda, mana shu bayramda ozgina hissa qo'shganliklari bilan biz faxrlanamiz. Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi sizlarning kelajakda xalqimiz uchun, yurtimiz uchun, millatimiz uchun eng kerakli bo'lgan olim va fozillar bo'lib yetishlarini tilaydi. Biz istardikki, sizlar 5 yillardan keyin, 10 yillardan keyin mana shu shaharni eng bir yetuk, tabarruk odamlarga aylanishlarini, xalqimizni, mamlakatimizni, respublikamizni eng yaxshi lavozimlarini egallashlarini, aslida davlat arboblari yetishib chiqqan Qo'qon shahridan, sizlarning ichingizdan juda katta lavozim egalari, davlat arboblari yetishib chiqishlarini istab qolaman.
Sizlardan hammangizga shu Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi viloyat kengashi nomidan juda katta omad ishlaringizda, hayotingizda, bundan keyingi oson bo'lmaydigan hayotingizda juda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Sizlarga oq yo'l tilayman. Rahmat.